5 qavatli domda 5-qavati mansardda turibmiz. Bu planirovkasini qarang, kattaligini mana. Qarang, bitta xonasi shunaqa katta bo'lsa, endi bu zali. Bu taraf tashqaridan kirishda bitta o'ng qo'lda hojatxonasi. Svet kuyib qolgan ekan. Inomarka svetlari bor ekan. Shu kirishlarga bitta zal, bu tarafda bitta xonamiz. Bu tarafimizda bitta oshxona. Barcha jihozlar bilan shundoq tashab ketamiz deyapti egalari. Bu tashqariga chiqqanimizda zaldan shunday chap tomonga burilganimizda yana bitta xona, mansard mana. Bu shkaf yasatirib bergan ekan egalari, katta qilib, zo'r qilib. Mana shkaf plotniy tushgan ekan, shundoq qoladi. Buni tashab ketamiz deyapti. Barcha ko'rib turgan jihozlar ham qoladi, faqat ko'rpa to'shaklar bor ekan, 2-3 ta o'shlab olib ketishadi, qolgan hammaga tashab ketamiz deyapti. Bu tarafimiz sanuzeli. Sanuzeli ham pokiza, zo'r, remontlari juda ham zo'r. Narxini 26.500 dollardan ozgina tushib beramiz deyapti. Bemalol pastki raqamga telefon qilib baraka qilaverasizlar. To'liq aytsamiz, Kirgili Neft stadiondan shuni Kanechka tomonga qarab yurganlaringda chap qo'lda bitta yangi dom bor. Shu yangi domlarda 5-qavat mansardida. Bemalol pastki raqamga telefon qilib baraka qilaverasizlar.